Rast kelamiz deyishdimiz, nasib kelishmaydi. Bu hech qanaqa ehson video emas. Undan tashqari hech qanaqa karta raqamlarini qo'yib turib sizlardan pul ham talab qilmaydi. Bu shunchaki Rich Taxi'ni haydovchilarning nomidan, rahbariyatining nomidan xalqimiz uchun bayramga sovg'a. Alloh baraka bersin. Bizga shularni berib yuborgan odamlarga ham umrlari uzoq, tan joylari sog' bo'lsin. Martabalar baland bo'lsin. Amin. Kadam yetti, balo etmesin, tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Ilohim hammamiz niyatlarimizga yetib bersin. Amin. Yo'limiz hammaga ochiq bo'lsin. Bu video hech kimga maqtanish uchun emas yoki hech qanaqa riyo emas, kimgadir maqtanib ko'z qilish uchun qilingan video emas. Bu shunchaki bizani Rich Taxi'da ishlayotgan haydovchilarimiz uchun отчет. Ya'ni nima? Ular bizda ishlashyapti, bizani taksi parki orqali pul topishyapti, klient olishyapti va ular bizga keltirgan foydadan ma'lum bir qismi ehsonga ajratilyapti. Agar siz ham shu ehsonga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, Rich Taxi hammanglarni kutib qoladi. Shunchaki bizdan ro'yxatdan o'tasiz, o'zingiz uchun, o'zingizni oilangiz uchun ishlab yuraverasiz. Biza siz keltirgan foydangizdan ehsonlarni joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Rich Taxi boylarning taksisi.